Yo qizlar, hammaga salom. O'tgan storiesda savol-javob qoldirdim. Birinchi savolimizni sizdagi bo'lish uchun nima qilish kerak degan savol boshlab beradi. Zavoddan shunaqa chiqishingiz kerak. Siz shu darajaga yetishingiz uchun sizni hayotingizda o'zgartirgan bir voqea bo'lganmi? O'tgan yilning sentyabrda juda ham qattiq depressiyadan keyin kuch topib, opanglar turib ishlashni boshlagan. Kibrmisiz? Kibrmi? Bilmasam, direktga yozib qo'yasizlar. Hayotingizda eng esda qolarli kun qachon bo'lgan? Parijda tug'ilgan kunimni o'tkazganimda bo'lgan. Shunday gaplarni qayerdan topasiz? Sizning gaplaringizga kayf qilaman. Bilasiz, bratim, hammasi sizlar uchun. Eng yaqin bloger o'rtog'ingiz kim? Unaqa o'rtoqlarim juda ham ko'p. Arangiz bor, Omina bor, juda ham ko'p o'rtoqlarim bor. Yuz ko'rinishingizdan sodda qizlarga o'xshaysiz, lekin gaz qiz ekansiz. Voy, bratim, hali bilmaganingiz. Va juda ham ko'p savollar to'yim haqida kelibdi. To'yingiz bo'lyaptimi? Yigitingiz bormi? Unashtirilgan Пока что men bu savolga javob bera olmayman. Sizlarni ozgina o'ylantirib qo'yaman. Hammaga rahmat. Hammaga xayr. Kuninglar yaxshi o'tsin. Ishqib xayr.